bir sıqım topa Enver Hamid. Eselimden ebedimge tozeymen gurgur, şamallar ruhimdek lerzan ve mağrur. Tenlerini bir retla kılımen avat, avazlar cinimdur, çıkışım gurur. Süyüşüm iğirdur, tağlarım guva, levlerim yığırdur, deryalar guva. Sonaylap yatqan şu seten barxanlar, quruğan yeşimdur, rənalar guva. Kirpiklerde qonup ötken tünlerimde, lay bulup uyğanğan soğuk günlerimde, nəqqaşqı tapşırdım bütün meylimni, gül bulup içildim ünlerimde. Ezelimden ebedimge tozeymen gurgur, men seni söyümen ey şoru qurgur. Bir sıqım bolsumu söyüval meni, bir ketsem kelmeymen ey çakmak urgur. Ben hiç gün haqiqatda ahvolim yaxshi emas. Zukam tegdimi, Covid bo'ldimmi, hech bilmadim. Kelim og'rib, burnimdan suv yiqib, to'la yo'tilib bashna bo'lyapman. Dori yo'yapman. Avvalam qat'iy yaxshi emasdi qo'limda. Bek nachar havo bo'lyapti. Kunda degida qoyig'ib, rasmima yozma kelay degan chog'da erib ketib bordi. Kegizmay yozlarni o'sha. Jaq to'ydim. Kayfiyatim qat'iy yaxshi emas. Qachonmi bir yozlar kelar, vatanlarda yozlar kelib bo'pti. Meva daraxtlari chechaklab bo'pti. Miyada texch qayg'yapti. Bardoshlik berish kuchim hech bir qomati o'qishqandi. Müşündaq adamni sarang qilib qo'ydi emasmi bu Shimoliy Yevropaning qishlari. Bugun hech ish qilmadim, rostgapni qilsam bugun dam olishim. Biriga o'zimning mijozi yo'q, biriga uylarni tozalamadim, turdi hamma narsa ayada. Tunuguning yoqi, tomoq etib yegan chimqachilar turdi, ochiqib to'kadigan axlatlar turdi, yuyadigan kirlar turdi, tozalaydigan uylar turdi, yig'ishtiradigan obuv-shiq narsalar turdi. Hamma narsa shu turdi. Men shunda yetib safar o'tkazdim bir kunimni. Men haftam shundaq bir nachar o'tdi-da, butun bir hafta. Kesin ertiyazlar kesin chaqqan. Yatamda men shundaq nima ish qilay? Bir ish qilsam bo'ladi, nima ish qilganimni. Qahva ichib kelaymi? Ish qilish qat'iy qo'shaqmadi. Rasmni hozir qilman desam, samonda 8 ishim bor qilgan. Ki baxsnama ertiyazlar. Çaşlarım nimdaydı, bir ösmey baxsına. Neymiş qilmayman? Ben sarangdek bo'lib qoldim. Neymiş qilishimni bilmay. Hech qilmadim. Birdam yetib boqma, birdam qopib boqma, birdam qo'sqinni to'yg'izib boqma. Neymiş qilma? Neymiş qilma? Neymiş qilib boqma? Ular qahvaxona borayma. Da bozorlab kelayman uyimdan endiki kichik bozorlarni. I got so fucking depressed. This is not good. Not good at all. Let's go. Get out of this apartment. I'm gonna get my coffee. Acayip bir xil vlog ketdi-da. Yatimlar ko'p baxtmagan bir vloglar. Mushundaq bir xil bir yansa acayip, g'ayriy bir yansa bir xil odamlar ichilarini pishiradigan, pishamaydigan mushundaq bir Çaşları uzun bir bala. Şunaq bir vloglarni tartib bardosh qilib, tushungim bo'lmaydi bu balaning nima qilayotganini. Çaşları o'sib ketdi, shundaq sarang odamdek bo'lib ketdi, çaşları o'sib. Yo sotmadi bu çaşlarni bu bala shundaq qilib qo'yib borgan bu çaşlarni.
bir yastıkvesi bulat deyim açışlarını. Tayarlığım bitti, ben hazırma öyden çıketmekçi. Bu misal. İşte yetip ötküzütü kalkışayım. Azırak soğudluk kılman çıkıp, azırak neslerini alman. Onun için kahve içmem diyendek. Şu işler, onda asa kettok. Ma ang bulmagan çağda, ma ahlatlarımni. Dege hiç iş kılmasam mı, ma ahlatlarını açık taşlayış gerek. Kettok. Bundan çıkılan resimlerim vardı o. Ahlat taşlaydıgan series. Resimlerim. Kedonlamamışımda maz hava. Patkakçılık kamiga. Planlarımla da praysatqı çıqqandan keyin jiqish qilib kelman. Gül satadigan do'konga kirib gül ko'raman. Chunki uyimda meniki hozir beqiyotgan 2 gulim bor. Shunlashqa jiq gullarni ilishim kerak. Shunlashqa yaxshi payz gullar bo'lsa, qarab boqamiz. Gul olaman. Undan keyin qahvarimni ichaman. Azroq kitobimni o'qiyman. 5 bet yoki 10 bet qahva ichgach. Undan keyin yana bozorlaymiz. Boshqa nima ish bor? Qilg'ana so'dliq qilman rost. Azroq so'dliq narsani olman degandek. Shu. Men gul sotadigan do'konga keldim. Manda cho'ng guldan birini ilishim kerak uyimga. Biroq uni cho'ngaroq gul sotadigan do'konga berib olaman. Ma kaktuslarimda manandan alayım 35 kronka birisi. Mavi peks gullar. Apamdek bakatli ma gulni. Peks. Bunda qimmatmi shu kichiga 300 kronka. Mavi chiroyliga rangi bir xil. Mavi chiroyliga Seykustaydi maviga anjirniki darq o'xshaydi. Shunda alaymi birni. Alright, bala, 2 gül aldım. Hazır uyga berib ko'rsatib qo'yman. Endi qahva ichgani mangdim. Qahva ichgani keldim. Ishimman maktabni men o'qiyotganimga 1,5 yil bo'ladi deya o'qitnaga keldim. O'ttirg'a keldim. O'ttirg'imi kelmabdi tepe. Lamda. Kitobni mendek aslo o'qiydigan odam bormi? 2 yil o'qishim mumkin ham shu bir Mavi George Jensen'ninki nasıl acayip peyza. O zaman bir taksi aldım yerden. Ben çok öykü bir gösterip koyayım. Ma bozulup ketken polishib qolganlar 30 krondaydi. Avokadoniki 225 kronga 2 tal aldım. Etigelik naşındamga sepiyaydigan protein granola. Şundan bir neyimiz gerek. 50 kronka mümkün. Güzel bir chiroyli rangli kiysi yo'q. Ma seriqchi. Shuni alayman. Shuni oldim. Ma qaymoq Slobodada bormi yo'qmi bilmayman. Ajoyib berama qaymoq. Pastaniki 2 sosidan oldim. 15 kronka. Ezenke basım çırptı ilvala iskini. Hemen Sofya'da daim yaydıgan hayyacık mısısı. Şunu kıptal alayım. Spaget değilsin gerek. Pasta akıp kalsam. Şunu ondala birine alayıcı ondala. Encirninki murabbasıdan ilsim gerek. Mağacı. Şu küçük gram bir kron. Meğer mağabaki 263 kron. Bu mu kıymetke? Meğer mağaya çoğaralı. 37 kron. Matixini qimmatgina. Sirtqa chiqmaydigan baliqdan men bir chiqib mana 1 pul xarjlatib kirdim yana. Va hozir qaytib keldim uyga. Burnimdan degandan suv eqib to'xtamay. Chiqmasa bo'pti kelgan chiqdimda. Bunda bir gul oldim. Gulim qurib qaqshal bo'lib ketdi. So'rliq bilan shu azroq George Jensen'ninki bunda bir taxsdan birini oldim. Bunu ben burun ko'rib qo'ygandim, maqetdim. Qattiq bir niyatga kelib ilib etdim. Buni bir danliq bir arxitekt loyiligani shu marka uchun. Bunda bir taxsa bu kichik. Mavi kichigi. Buningdan cho'ngi bor, o cho'ngini texmi qimmat shunga uni olmadim, men kichigini oldim. Voy, nimadan jiq bir qog'ozdek o'rib etgandi buni. Da gülden birini aldım. Ben askerlik kısam yopurmaklık güllerge amrak gelmeyeceğim. Öyümdeki güllerin hepsi yopurmaklık güller misin?
Baqalandım, baqamamdım bilmayman. Mümkün bir əncir gül aldım. Gül emas, əncirninki dərdi. Vay. Şu. Mana qopulları bir əncirninki dərqini aldım degəndək. Muşu nəsəni aldım, çıxıb. Deyməz. Bikağa. Pul xərcləb kirdim. Those squat toilets are like... No, let me tell you, up there earlier you asked me where I went in bed. Then my mom actually, I'm very grateful for this, but she actually like took me on a huge car like road trip around all of Vietnam, right? So I went to like almost all, like not almost all, but most of like the major cities. And so she also took me back to like the Yizala, like the rural areas where like my distant family lives. And I have this like one traumatizing experience with the bathroom. Like I was in middle school at the time, and they took us to like this like Yizala area, like this rural area. I don't remember where it was, but their bathroom was like a shed connected to where they kept the sheep. So I walked into the bathroom, and there was like sheep, like there was sheep next to me. There was like some random bed. Oh my god! Like, I hear them, and like it was just like a hole dug up in the ground. It was so nasty. I couldn't even go to the bathroom. I was so shocked. It was like such a culture shock for me. I was like, what the heck? Like the sheep were literally like, what's the word for like sheep noises? Is that it? What was it? Okay, they were making their noises, and it stank, and the hole was right next to the sheep. I was so shocked, and like. Aldınqı vlogumda köygününladək, mao televizor jozam iskitaldı. Qarsamaya yana bir patırğanda qıldı. Şoňlaşqa manandan yana birini aldım. Aldınqı günü kelip bunu özür quraşdırıp qıpırıp ketdi. Şoňlaşqa ma timimga hazır biraqlı keldi ya mao. Nostik televizorna oturup qoysam şundan yaraşdı. Şuna qilib mushuningdan birini aldım. Ondan keyin balkonum bilguninglarda qop-quruq hech qanday olmagandim. Kunlar isivyotdi. Balkonimda o'tirib, nashliqlarni qilsam, qahvalarni ichib qolsam deb ikki o'rindiq bilan jo'za oldimda. O'rindiqdan xayninki, men o'rindiqdan ikki tal oldim. Ondan keyin jo'zdan bir tal oldim. O jo'zni qurashtirmanka yana. Hozir shu ishlarni qilman. Shunlashqa bir muncha ishlar bor. Uylarimni ancha-muncha tozalayman.
Fruto proibido é bom, nunca poder esquecer. E sabe que mal pecar desde dia com conchego. Fruto proibido é bom, nunca poder esquecer. E sabe que mal pecar desde dia com conchego. Longe de me botita vai, imagem querida e prender. Longe, coração já vai inflamado na dor de saudade. Longe de me botita vai, imagem querida que prender. Longe, minha coração já vai inflamado na dor de saudade. Se crime alguém tributiu, me vou poder condenar. Vou olhar, vou sorriso puxar. Tack så mycket. Glad påsk. Se crime alguém tributiu, me vou poder condenar. Vou olhar, vou sorriso puxar. Vou fruto proibido. Hozir kinoxonada bugun bir kino ko'rgim keldim. After Sun deb. Bu kinoni men burunda ko'rgim batdi qat'iy vaqt chiqib bilolmay. Shu bugun dam olishimda chiniqishimdan voz kechib keldim. Bu yerdan yoqibdan bozorlabdiman. Bir necha kun burun og'an Shikital gulimga gul tashlab olibdiman. Tamoq yebdiman degandek. Shunaqa qilib bir kunim o'tdi bugun. Hozir kinoramni ko'rib uyga qaytaman. Ertadan boshlab yana ishlayman degandek. Still interviewing. That anyone we should meet? No. Da bir guldan birini aldım. Da tashlakdan 3 dal aldım. Çünkü uyumdaki ikki tashlak, mushunday tashlak, shunga hammasi bir rangda bo'lsin deb balki qalaymiqa narxlari yozib tashlaklarni olmay, hammasi bir bo'lsin deb shundan aldım. 3 ni aldım mandadan. Hozir 3 gulim bor. Bunun topisi yo'q. Shunga ertaga o'g'irlikka men gulning topisini Talla bozordan akirib olgan gullarimning hammasini manimga yetkazamiz degandek. Jangchilar o'zlarining otlariga minishib, harbiy mashq uchun tayyorlandi. O'z g'alabasi bilan mast bo'lib, ziyofat ustiga ziyofatlar. Tantanlik otuqlarni avjiga chiqqan mazgil edi. Bag'ridagi yezisidan paydo bo'lgan 6-700 otliq o'g'irlarga bunchona mahbiylik hukumat amaldorlari eng obro'li
deydu, yandı deydu, minnem yarimni, minnem yarimni. Vay bari deydu, yandı deydu, minnem yarimni, minnem yarimni. İkiz dağlar açtı deydu, bu yiğitamni, ay bu yiğitamni, vay gade bu yiğitamni. İkiz dağlar açtı deydu, bu yiğitamni, ay bu yiğitamni, vay gade bu yiğitamni. İkiz dağlanmışlarca menzil görünmez, menzil görünmez. İkiz dağlanmışlarca menzil görünmez, menzil görünmez. Kara yorgan mence çöller gezilmez, Uydade o çöller gezilmez. Tek sabahın yapılan karnı kaçtı, esnafı kına oynap, maçan 3 yıldır toplumun popi. O işin içeride bütün keyfine çıkıp, bırak, nasıl bir uçuk. Bir teyze karnından işte 8 yıldan denizge ürünün aşı bulundu, maşaklı yüzüne kıyıttılar. Düzdürler bir kurup çıkar, deniz keşiri çıkıyor. Onun için şöyle küçük bir gidersin. Onda, düğünde, böyle, baş düğünde çıkıyor. 8. karate geldiğinde onu kapıda var. Ah bu da! Şu benim sak koy bakayım. Sak hiç söyleyeceğim ben. Bunun sanlığını büküyor. Adem bulduğunu büküyor. Bu da sak düştürme ne? Bu da cengede büyük düştürme konusu peyçek bugün. Beş tamam bakın. Sen var kimden de? Ha! Adem kokan yine gördüm.
Anası öldü kim var? Anası öldü kim var? Özgürlerin ayrılığı misafir olmadan kim var? Misafir olmadan kim var? Özgürlerin ayrılığı misafir olmadan kim var? Köysen çırayımni sargayıp zaman buldu. Sargayıp zaman buldu. Köysen çırayımni sargayıp zaman buldu. Vlogimni ko'rib, mishaga kelgan bo'lsangiz, balki mis qilgan bo'lishingiz mumkin. Yaqindan beri toza kayfiyatim yaxshi emas, mijozim yaxshi emas. Yaqindan beri emasmish, ish kuchi yo'q qoldi. Qattiq yaxshi o'tmayotdi kunlarim. Uning ustiga bugun bir seg'inishning ichida qopibdiman. Mashundaq kunlarim bo'lib qoldi va seg'inish ichida qopadigan ish qilish yoqmaydi. Naqsha etib boqima, usul o'ynab boqima, uni buni anglab boqima, tomoqlarni etib yeb boqima. Yana puxadan chiqmayman. Tipirlab ketma uyning ichida mashundaq nim qilarishimni bilmay. Sizlar qanday o'tkazsizlar? Mashundaq kunlarni sizlardan bir so'rab olay. Yaxshi bo'lishga qarab tirishyapman. Kayfiyatimni yaxshi tanishib, chiniqishimni qaytadan yana davomlashtirib, yaxshi tomoqlarni yeb degandek, ko'nglimni ochadigan ishlarni qilib degandek. Shunday qilishga tirishyapman. Kunlarmi endi yaxshi bo'lishga menyapti qarab, ehtiyojlar kelyapti. Chaqariq kelib ketsa, ehtiyojlar bir havolar sib ketsa, balkim kayfiyatlarim ichilib qolishi mumkin degandek. Vlogim vekshi so'zlab ketdi. Bu qitimqi vlogim. Shunga misada oxirlashtirmoqchi bu vlogimni. Hammanglar ko'ngillik o'tkazinglar, har bir kuninglarni ma'nilik, ko'ngillik o'tkazishga tirishinglar, hammanglar umid bilan yashanglar, hammanglar har kunni xushal o'tkazmak bek taskan. Har bir vlogimda xushallikni, umidvorlikni, umid bilan yashashni nim qilishga tirishiman. Yo, ammo shunday vaqtlarim bo'ldi. Yaxshi bo'lmaydigan, ko'nglim yerim bo'ldigan, nachar o'tadigan bir ish keyin shunday vaqtlarimda vloglab qo'ydim. Gerçi bek undaq nachar vaqtlarimni vlog qilmagan bo'lsam, seg'inishga to'lib toshgan shundaq bir kunlarimni vloglab qo'ydim. Tavsiyalarni beringlar. Sizlarni balkim mendek seg'inishinglar mumkin. Sizlar qanday o'tkazsizlar shundaq vaqtinglarni. Bek bilgim bor. Qanday kayfiyatlaringlarni tanishib, nima ishlarni qilib degandek qanday o'tkazsizlar, sizlarninki shundaq kunlaringlarni anglag'im bor. Shunga kommentga yozinglar. Kelarki vlogimda ko'rishaylik unda bo'lsa. Misal oxirlashtiray bu qitimqi vlogimni. Xayr xo'sh, hammanglar o'zinglarni ko'p asranglar.